O'zbekistonga iPhone olib kelsam nech pul rastamoshga to'layman degan savollar javobi ko'pchilikni qiziqtiryapti. Agar savol javobi sizga ham qiziq bo'lsa, videoga bitta like bosib, oxirigacha tomosha qilishni tavsiya qilaman. Qaranglar, O'zbekistonga samolyotda kirib kelsangiz, o'zingiz bilan ikkita mobil qurilmani rastamoshkasiz olib kelsangiz bo'ladi. Faqat u ikkita qurilmani umumiy qiymati $1000 dan oshmasligi kerak. Sodda til bilan tushuntiradigan bo'lsa, masalan, ikkita Samsung sotib oldingiz, $400 dan $800 bo'ldi. Muammosiz rastamoshkasiz olib kirib ketasiz. Lekin iPhone holatida bu sal boshqacharoq. Sababi iPhone'ning ikkitasi yo'lda tursin, bittasini o'zi ham $1000 dan oshadi. Masalan, siz $1400 iPhone'ni o'zingiz bilan olib keldingiz, $1000 gachasini rastamoshkasiz olib kirib ketsangiz bo'ladi. Demak, o'sha ustidagi $400 dan o'zidan 30% rastamoshkasini to'laysiz. Lekin olib kelgan mobil qurilmangiz $1000 dan oshadimi, oshmaydimi? Ikkala holatda ham uni deklaratsiyalash majburiy. Buni esdan chiqarmanglar. Sababi Uzime tizimida ikkita qurilmani ro'yxatdan o'tkazayotganingizda shu deklaratsiya sizga asos bo'lib xizmat qiladi. Agar deklaratsiyalanmagan, yashirincha yo'llar bilan olib kelingan bo'lsa, Uzime tizimida bu narsani tegib chiqadi va u payt siz уже $1000 ustidagi $400 dan emas, shu 1400 ni o'zidan to'liq 30% rastamoshkaga to'lab qo'yishingizga to'g'ri keladi. Keyinchalik baribir tegi ma'lum bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, tanishlarga ham jo'natib qo'yinglar. Yana iPhone olib kelaman deb, bekitib olib o'taman deb qimmat rastamoshka to'lab qo'yishmasin. Foydali bo'ladi ularga ham.